Assalomu alaykum. Sog' salomatsizlar, birodarlar. Qizg'aldoqim degan qo'shiqni eshitganmisizlar, qarang. Suvni ko'ryapsizlarmi? Emni ko'ryapsizlarmi? Kim tonda? Qizg'aldoq. Kim yoshligida qizamiq bo'lgan vaqti shuni ichirishgan. Lekin men eslayman. Bu narsani endi mana hozir qizamiqqa to'g'ri emlashlar qilinyapti, boshqasi qilinyapti, avvaldan ham bo'lgan. Lekin shuni ichsa qizamiq kasalligidan yengil, tezroq, qiynalmasdan chiqib ketadi inson. Guli va mana ochilmagan g'umbakchalari bor, ana shularni ham damlab ichish mumkin do'stlar. Deylik 10 ta gulini 600 gram suvga damlab qo'yasiz 1 soat. Shuni 3-4 mahal ichirsangiz bo'ladi bolalarga. Umuman ziyoni yo'q. Jigarni ham tozalaydi, qonni ham shaffof qilib suyultiradi. Juda ham bir yaxshi ta'sirga ega ekan bu. Ko'rasizmi, guli ham tushib ketdi mana. Xullas bir foydalanib ko'raylik-chi. Sog' salomat bo'ling, Alloh ko'minatsiz xayr asosini uzatsin.